Mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning qobiliyatini ro'yobga chiqarish, yangi iste'dod egalarini kashf etishda musiqa va san'at maktablarining o'rni alohida. Navbatdagi lavhamiz Yangiqo'rg'on tumanidagi 17-sonli musiqa va san'at maktabi faoliyati, u yerda kamol topayotgan iqtidorli o'quvchilarning erishayotgan yutuqlariga bag'ishlangan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'zbekiston yoshlar mamlakati, iste'dodlar mamlakati va mana shu yoshlarning iste'dodini qo'llab-quvvatlash borasida yurtimizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Yangiqo'rg'on tumanidagi 17-bolalar va musiqa san'at maktabida ham iste'dodli yoshlarning soni ortib va ular bir necha loyihalar, tanlovlarda faol ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritishmoqda. Bu yerda o'quvchilarning o'z qobiliyatini namoyon etishlari, chuqur bilim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Musiqa va san'atning ko'plab yo'nalishiga ixtisoslashgan xonalar, mashg'ulotlar bilan gavjum. Musiqa asboblari va jihozlari bolajonlarning ijodiy ko'nikmalarini, mahoratlarini oshirishga xizmat qilyapti. Ayniqsa, ustoz-shogird an'anasi namunali yo'lga qo'yilgani e'tirofga sazovor. Bu esa ilm-fan va madaniyat sohasiga har taraflama yetuk mutaxassislarni yetishtirib chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda bizda 11 ta yo'nalish mavjud bo'lib, bu yo'nalishimizda 204 nafar o'quvchilar tahsil olyapti. Musiqa yo'nalishlari bo'yicha an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, vokal xonandaligi, fortepiano, torli cholg'u, o'zbek xalq cholg'ularidan dutor, rubob, chang, akordeon, nay, rubob sinflari. O'qituvchilarimizdan professional ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz hozirgi kunda viloyat, respublika, qolaversa xalqaro ko'rik tanlovida nufuzli o'rinlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Ta'kidlash joiz, iste'dodlarga boy mazkur dargoh nafaqat tumanda, balki viloyat va respublikada tanilgan bilim maskanlaridir. O'quvchilar san'at g'unchalari va yosh yulduzlar tanlovlarining respublika bosqichida damli cholg'ular hamda doira, xoreografiya yo'nalishlari bo'yicha faxrli o'rinlarni egallashgan. Viloyat maqom festivalida esa Grand Prix sohibiga aylanishgan. Albatta, qo'lga kiritilgan yutuqlar zamirida tajribali pedagoglarning fidoi mehnati, o'quvchilarning tinimsiz izlanishlari va ahil jamoaning hamjihatligi yotibdi. Dekabr oyida o'tgan ustozimiz Bunyodbek Saidovning konsertlarida ona qo'shig'ini ijro etdim va yaqinda bo'lib o'tgan maqom san'at davomchilari festivalida Grand Prix sohibiga aylandim. Bu yil omadli keldi, men uchun desam ham bo'ladi. Shu darajaga yetishimda ustozlarimizni hissalari katta. Ustozlarimizga kelajakdagi orzularimiz maqom san'atiga juda ham qiziqishim katta bo'lganligi sabab, kelajakda Xudo xohlasa maqom san'ati rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman va maqom san'atini butun dunyoga ko'rsatmoqchiman. G'amingdan to'rmak mumkin